2025-yilda ishlab chiqarilgan Labo avtomobili akalar masla mashina, lekin avariyli holatda juda ham qattiq urilgan, mordalari sepilib ketgan, tomlari ko'tarilib, sidenkalari udar davomida chiqib ketgan akalar, tarpetkalar ham qolmagan. O'zim ham ko'rib qo'rqib ketyapman bu mashinani. Xullas akalar, Labo avtomobili udar ko'tara olmaydi. Juda ham nozik ishlangan. O'z izohinglarni kommentariyada qoldiringlar. Ko'rib turgan mashinalar achinarli holatga kelib qolgan. Shu holatda sotib olganmiz. Akkumulyatorlari chiqib ketgan, orqa plashatka bortlari ham, yonlaridagi temirlari ham chiqib ketgan, motor korobkasi butun qolgan. Biz bu mashinani sotib olganimiz sababi yangi kuzovga yig'ib chiqamiz va bozorga olib chiqib sotamiz akalar. Bozorda yangi Labo 7,5 ming bo'lsa, bu mashinamiz 6 mingdan ozgina baland bo'ladi. Sababi kuzov almashganligini hisobiga ancha arzon bo'ladi akalar. Shuncha mashinani nima qilasizlar deb so'raganinglar uchun men shu so'zni aytdim sizlarga akalar. Xullas akalar, ko'rib turgan Labo'larni mana shu holatda sotib olganmiz. Butun O'zbekiston bo'ylab shunaqa mashinalar sotib olamiz. Bu videoni Labo haydaydigan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Sababi juda ham nozik mashina. Endi misol uchun bu mashinani sotib olish bizga ham zarar kelgani yo'q, lekin kimdir shunaqa mashinalarni ham sotib olish kerak. Bu arzimaydigan jism yo temir bo'lib qolmaydi, metalomga topshirib yuboradigan. Balki yaxshigina pul bo'ladi akalar. Joninglar sog' bo'lsin. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Nomerlar pastda bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab 12 viloyat bo'ylab xuddi shunaqa mashinalar sotib olamiz. Mashina topib bersanglar $100 dan $200 gacha suyunchi puli ham beramiz. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, joninglar sog' bo'lsin.